Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. O'zbekiston aholisining 60%ni yoshlar tashkil etadi. Bugun yurtimizda yoshlar kuni bayrami keng nishonlanmoqda. Xabar berilganidek, prezidentimizning tegishli farmoni va qarori bilan yoshlar kuni munosabati bilan mamlakatimizning faol va tashabbuskor, fidoyi va mard o'g'lonlardan bir guruhi kelajak bunyodkori medali hamda mard o'g'loni davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Ta'kidlash lozim, bu sana nafaqat bayram, balki yoshlar uchun muhim ijtimoiy va siyosiy imkoniyatlar, parlamentgacha kirib borgan faoliyat va tashabbuslarni sarhisob qiladigan kun hamdir. Mazkur mavzuda suhbat qilish uchun studiyaga Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputati, O'zbekiston Liberal Demokrat partiyasi fraksiyasi a'zosi Madina Baratova, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zosi Sirojiddin Po'latov hamda xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashi deputati Muhsiddin Nizomiddinovni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar muhtaram ishtirokchilar. Bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda mana shu yoshlar kunini, mana aholini 60%ni yoshlar tashkil etadi deyapmiz. Albatta yoshlarimiz kutadi bu kunni. Albatta bu kun arafasida mana yuqorida ta'kidlab o'tdik, joriy yilda ham mana 65 nafar yoshlarimiz, yurtdoshlarimiz kelajak bunyodkori medali, mard o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Qolaversa umuman sarhisob qiladigan bir palla. Dast avval bermoqchi bo'lgan savolim mana shu 365 kundan iborat yilning alohida bitta kuni mamlakatimizda yoshlar kuni sifatida bayram qilinishini sizlar qanday qabul qilyapsizlar? Marhamat. Assalomu alaykum. Bundan 7 yil muqaddam davlatimiz rahbari Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining qurultoyida ishtirok etib, har yili 30-iyun sanasini yoshlar kuni sifatida keng nishonlash tashabbusini shaxsan ilgari surdilar. Va shundan buyon har yili 30-iyun sanasi juda katta tantana sifatida yoshlar kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda. Bu nafaqat ushbu sanada, balkim yoshlar oyligi tashkil qilinadi. Shu bilan bir qatorda davlatimiz rahbari har yili yakunlanishi munosabati bilan, har yilni boshlanishi munosabati bilan yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etadilar. Ularning taklif va tashabbuslarini eshitadilar. Va qaysi hududga tashrif buyurmasalar, u yerda albatta o'sha hududdagi yoshlarimizni eshitib, ularni takliflarini qo'llab-quvvatlab, ular uchun yangi imkoniyatlarni yaratib beradilar. Mana bu yil ham 30-iyun sanasi munosabati bilan mamlakatimizda yoshlar kuni, yoshlar oyligi keng nishonlanmoqda, tantanalar qilinmoqda, yoshlar sayillari tashkil etilmoqda. Qolaversa, faol tadbirkorlarimiz, ishbilarmon yoshlarimizning innovatsion loyihalarining taqdimoti tashkil etildi. Va siz aytganday bir guruh eng faol yoshlarimiz, yaxshi harakatda bo'lgan, o'z ustida ishlagan, ibrat bo'la olgan yoshlarimiz davlat mukofotlari bilan, mard o'g'lon davlat mukofoti bilan hamda kelajak bunyodkori medallari bilan taqdirlanmoqda. Davlat miqyosidagi yoshlarga qilinayotgan bunday e'tibor va g'amxo'rlikdan muddao nima? Nega bu darajada O'zbekiston davlat siyosatida, yoshlar siyosatida bu darajada yoshlarga juda katta bir alohida bir e'tibor qaratilyapti-da? Marhamat. Mana yuqorida aytib o'tgandek, 2012-yildan boshlab har yili muntazam ravishda yoshlar kuni to'xtovsiz har yili bo'lib o'tmoqda. Yana bitta narsani e'tibor qaratadigan bo'lsak, davlatimiz rahbari 2017-yildan boshlab to shu kungacha har yili bir yaxshi an'ana bor, yilga nom berish bo'yicha. Ana shu yilga nom berishdan aynan shu kungacha 2 marotaba aynan yoshlar nomi so'zi ishtirok etgan yil nomi berilgan bo'lib, nafaqat yoshlar kunida yoki yoshlar oyligida, ya'ni yil davomida yoshlarga e'tibor markazida bo'lib, ya'ni yoshlar bilan amalga oshiradigan ishlari bu davlat dasturi sifatida qabul qilinib, yil davomida yoshlarimizga davlatimiz tomonidan muntazam e'tiborda markazda bo'lib kelgan. Ekspertlar bu haqda juda ko'p fikr beradi. Oxirgi 7 yilda O'zbekiston yoshlarga oid davlat siyosati masalasida butunlay bir yangi yondashuvda siyosat yuritilayotganligi alohida ta'kidlanadi-da. Buni mohiyati, mazmun mohiyatida nimani ko'ryapsizlar? Qanday bir yo'nalishlarda o'zgarishlar bo'lyapti umuman yoshlarni qo'llab-quvvatlashda, umuman yoshlar siyosatida? Marhamat. Aytish mumkinki, O'zbekistonni aytilgandek 60% dan ortig'ini yoshlar tashkil etadi va yoshlar mamlakatni kuchini, g'ururini, e'tiborini va kerak bo'lsa bor salohiyatini ko'rsatib beradigan avlod hisoblanadi va shu xususda demak davlatimiz rahbari alohida e'tibor beryaptilar. Aytish mumkinki, o'sha BMTni bosh assambleyasi bo'ladimi, MDH bo'ladimi, SHT bo'ladimi, har birida alohida O'zbekistonni bugun yoshlarini e'tirof etilayotgani xalqaro minbarlarda O'zbekiston yosh sifatida bizni albatta xursand qiladi. Aytish mumkinki, 2018-yilda o'sha O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotini yoshlar kengashiga, 2020-yilda esa MDH yoshlar masalasi bo'yicha kengashiga teng huquqli a'zo sifatida kirdi. Mamlakatimizda BMT tomonidan yoshlar strategiyasi 2030 ni namunali amalga oshirish bo'yicha demak 10 ta kuchli mamlakatlardan biri bo'lib bugungi kunda hisoblanadi.
hisoblanadi. Buxoro shahri 2022-yilda Turkiy dunyo bo'yicha demak yoshlar poytaxti, Toshkent shahri esa 2024-yilda MDH mintaqasida birinchi yoshlar poytaxti deb e'lon qilindi. Aytish mumkinki, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda O'zbekiston yoshlari ovozi baralla aytilyapti, ularni fikrlari eshitilyapti. Kuni kecha aynan Yoshlar haftaligi doirasida biz yoshlar parlamenti a'zolari aynan Malayziyadagi yoshlar parlamenti bilan birgalikda memorandum imzoladik. Bundan ko'zlangan maqsad nima? Albatta, o'sha demak Malayziyani tajribasini O'zbekistonga olib kelish va O'zbekiston tajribasini malayziyalik yoshlarga eshittirishdan iborat. Aytildiki, u yerda kuni kecha O'zbekistonni yoshlar parlamenti o'rganishimiz kerak bo'lgan jihatlar ko'p. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bizni agar qabul qilsangiz biz juda xursand bo'lardik degan gaplarni aytishdi va albatta chet ellik yoshlar tomonidan bunday e'tiroflar etilishi bizni xursand qiladi. Madinaxon, xalq vakilisiz, albatta xalq bilan muloqot qilasiz. Ayniqsa xalqni ichida mana yuqorida ta'kidlab o'tyapmiz, aholining 60%ni yoshlar tashkil etadi debdi. Mamlakatda mana chuqur bir islohotlar amalga oshirilyapti. Innovatsion texnologik davlatga aylantirish maqsad qo'yilgan 3-renessans g'oyasi ilgari surildi prezidentimiz tomonidan. Mana shu ezgu maqsadlarni hayotga tatbiq etilishda mana shu yoshlarga qilinayotgan e'tibor va g'amxo'rlikning qanday bir ahamiyati bor? Avvalambor aytishimiz kerakki, yoshlar masalasi hamma zamonda ham eng muhim, eng dolzarb masala bo'lgan. Chunki u nafaqat bugungi kunimizni, balkim kelajagimizni ham ta'minlab bera oladigan soha. Va bu ma'noda bugun mamlakatimizda yoshlarga yaratilayotgan e'tibordan ko'zlanayotgan asosiy maqsadimiz ham o'sha yoshlarimizni kelajakda mamlakatimizni ravnaqi uchun, qolaversa mana shu jamiyat farovonligi uchun munosib kadrlar sifatida yetishtirib berishdan iborat. Bu borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarimiz eng avvalo ta'lim sohasini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lmoqda. Biz bilamiz, mana bugungi kunda tobora hududlarimizda ilmga va ijodga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarimiz soni ko'payib bormoqda. Bu prezident maktablari, Al-Xorazmiy maktablari, ijod maktablaridan boshlangan bo'lsa, keyin sport maxsus maktablarini rivojlantirishga va bugungi kunda Garvardchilar maktabi, qolaversa Al-Xorazmiy xalqaro maktablarini tashkil qilish va ular orqali o'sha xalqaro eng nufuzli oliy o'quv yurtlarida O'zbekiston yoshlarini o'qish imkoniyatini kengaytirishga qaratilgan. Va biz bilamiz, yaqindagina 1 million dasturchi tashabbusi ilgari surilib va bu natijasida o'sha zamonaviy kasblarni egallaydigan yoshlarimiz yetishib chiqqan bo'lsa, yaqindagina bo'lib o'tgan yoshlar bilan uchrashuvda prezidentimiz 1 million sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislarni tayyorlab berish vazifasini qo'ydilar. Va bundan ko'zlanayotgan eng asosiy maqsad ham bugungi o'sha raqamli yashil iqtisodiyot davrida eng mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga yoshlarimizni o'qitish, ularni bandligini ta'minlash, ularni real daromadini oshirishdan iborat bo'lib qolmoqda va bu albatta aholi farovonligini ta'minlashga o'zining ahamiyatini ko'rsatadi. Ayrim davlat yetakchilari O'zbekistondagi o'zgarishlarni, umuman O'zbekistondagi bir yutuq sifatida inson resurslarini, inson kapitalini alohida tilga olib o'tadi-da. Har yili 1 milliontaga ko'payyapti O'zbekistonda. Ba'zi davlatlarda ko'ryapmiz. Tug'ilishgan aholi soni kamayib ketyapti. Yoshlar kamayib ketyapti o'sha davlatda. Inson resurs kamayib ketayotganligi alohida katta bir tashvish bilan tilga olinyapti-da. Lekin O'zbekistonning katta bir yutug'i mana shu yoshlar mamlakati ekanligi, albatta inson kapitali, katta bir inson kapitaliga ega davlat sifatida e'tirof qilinayotgani bejiz emas. Biz mana katta bir marrani bejizga prezidentimiz ilgari surmadi. Mana shu 3-renessans g'oyasini. Innovatsion texnologik davlatga aylanish masalasini. Chunki bunga asos bo'ladigan muhim poydevor bu yoshlar aslida. Buni barpo etadigan bu davlatni bunday bir yutuqlarga erishtira oladigan resurs borda, eng muhimi katta bir ishonch bildirilyapti va bunga asos bo'ladigan sizga tilga olayotgan o'sha qo'llab-quvvatlashlar bo'lyapti-da. Biz hozir asosiy tadbirlar bo'lib o'tayotgan o'sha kongress xoldagi hamkasbimiz mana shu albatta mana shu yoshlar kuni, global yoshlar festivali bilan bog'liq o'sha tadbirlar doirasidagi o'sha ma'lumotlar berishni so'raymiz. Mana hamkasblarimiz biz bilan bog'lanmoqchi bo'lib turibdi. Albatta asosiy tadbirlar mana shu mamlakatimizning poytaxtidagi muhtasham xalqaro kongress hol majmuasida bo'lib o'tyapti. Sadoqatxon, efirdasiz, marhamat. Voqelik haqida, bayram kayfiyatini qanday bir izohlagan bo'lardingiz? Jarayonlar haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Kun barchaga xayrli bo'lsin. Ayni damda biz mamlakatimizning eng yirik tadbiri 30-iyun Yoshlar kuniga bag'ishlangan Kongress markazida bo'lib o'tayotgan tantanali tadbirda ishtirok etyapmiz va siz bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirga bog'lanyapmiz. Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Demak, ta'kidlab o'tilganidek, biz hozir mamlakatning eng muhim tadbiri bo'lib o'tayotgan joy Kongress markazidamiz va Sarvinoz ham aytib o'tdilar. Demak, bugun bu yerda aynan 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan asosiy bayram tadbirlari bo'lib o'tyapti. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni jarayonlarni mamlakatimizning 100 mingga yaqin yoshlari kuzatib borishyapti. Bu juda katta raqam. Mana ortda ko'ryapmiz, O'zbekiston yoshlari birlashaylik degan muhim shior. Biz bugun mana shu nuqtada yoshlarning birlashganini ham ko'ryapmiz. Sarvinoz, umuman biz bugun ta'kidlashimiz kerak, mamlakat yoshlarini mamlakat aholisining 60%ni yoshlar tashkil etilayotgan ekan. Bugun bu mamlakatda davlat siyosati yoshlar ishtirokisiz shakllanmaydi. Demak, davlat rahbari bugun yoshlarni eshityapti, ularni tashabbuslariga katta yo'l beryapti. Eng muhimi ana shu tashabbuslar uchun imkon beryapti. Buni har bir yosh nazarimda ko'ryapti, his qilyapti, o'zini hayotida aks ettiryapti. To'g'ri aytdingiz Sadoqat opa. Aytib o'tganingizdek, raqamlarga qaraydigan bo'lsak, mamlakatimizda har yili 600 mingga yaqin yoshlarimiz mehnat bozoriga yetishib chiqyapti va bu raqamlar 2030-yilgacha 1 millionga yetishi kutilyapti. Demak, bizda shuncha ish o'rni, mana shuncha salohiyat bor degani. Aslida bu yerdagi yoshlarni ko'rsak ham ko'lam yildan yilga ortyapti. Demak, aslida bu tadbir 30-iyun 2017-yildan beri bir har yili nishonlanadigan bir an'anamizga aylanib qoldi. Milliy bayramimizga aylandi. Yaxshi an'ana bo'ldi bu bayram. Demak, davlatimiz rahbari aynan mana shu kunda yoshlar bilan muloqot qiladi, ularni yaxshi natijalarini ko'radi va bevosita keyingi yil uchun rejalar ham aynan mana shu yerda yoshlar ishtirokida bo'ladi. Bu bevosita ularning ishtiroki bilan bo'ladi va bu yil an'anaga biroz yangilik kiritildi. Yoshlar bilan davlatimiz rahbari 30-iyunga qadar ham 14-fevral kuni yana bir marotaba muloqot qildi va o'shanda ham yuqori ta'kidlaganingiz, demak, bugun yoshlar mehnat bozoriga har yili 600 mingga yaqin yosh kirib kelayotgani va 2030-yilgacha bu raqam ko'payishi, ayni shu yo'lda prezidentimiz muhim yangiliklarni, muhim tashabbuslarni, yangi bir tizimni, yoshlar bandligini ta'minlash borasida yangi tizimni kiritdi. Endi aynan aloqa bank yoshlarni ishli qilish borasida tayanch bank bo'ldi va unga har yil 200 million dollar ajratilishi belgilandi. Bundan tashqari Milliy bank ham aynan mana shu jarayonga, demak, kiritildi. Birgalikda endi yoshlarni band qilish borasida harakatlar boshlanadi. Yil yakunigacha nazarimda 5 milliondan ortiq yoshlarni band qilish borasida ham muhim tashabbus bor, harakat allaqachon bor va buni natijasi ham allaqachon bor. Bugun yoshlarimiz har jabhada faol. Bugun o'sha qonun chiqarish jarayonida ham, uni ijro etish jarayonida ham biz aynan mana shu jarayondagi vakillarni ko'ryapmiz. Yoshlar parlamenti rahbari, demak, hozir yonimda turibdilar, Laylo Aslonova. Laylo, bayram muborak bo'lsin. Rahmat katta. Yoshlar nomidan kelgansiz. Yoshlarning kayfiyati qanday bugun? Haqiqatan ham bugun katta bayram. Barchamiz uchun aytib o'tganingizdek, bugun yoshlar siyosatga shiddat bilan kirib kelyapti. Shuning uchun ham davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan yoshlar parlamenti ham tashkil etilgandi. Bugun mana yoshlar parlamenti tarkibidan ham bir nechta vakillarimiz ishtirok etishyapti bu tantanada. Men o'ylayman, bugun yoshlar juda katta bir baxt, quvonchni o'zida his qilyapti. Aynan bugun davlatimiz rahbari yangi yilga, ya'ni bir yil davomida yoshlar oldiga qanday yana imkoniyatlar, qanday yana imtiyozlar beriladi, biz yoshlardan nimani kutyaptilar degan masalalarda men o'ylayman juda bir chiroyli muloqot bo'lib o'tadi va albatta bu jarayonda yoshlar parlamenti ham o'zini so'zini ayta oladi va nafaqat bevosita ishtirokchi sifatida, balki tashabbuskor yosh sifatida yoshlar parlamenti o'zini barcha jabhalarda ko'rsata oladi deb o'ylayman. Ta'kidlaganidek, bugun yoshlar kuzatuvchi emas, Sarvinoz. Bugun yoshlar bevosita jarayonlarning ishtirokchisi, bevosita jarayonlarga impuls beradigan katta kuch. Birinchi daqiqalardan keyin yana bir bor eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi prezidenti aynan mana shu yerda yoshlar kuni munosabati bilan bo'lib o'tadigan bayram tantanasida ishtirok etadi va bevosita yoshlarni tabriklaydi va bugun aynan mana shu yerda 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan taqdirlangan yoshlarga mukofotlar topshirish marosimi ham bo'lib o'tadi. To'g'ri aytasiz Sadoqat opa, yana bir narsani aytish kerak. Bugun davlatimiz rahbarining yoshlar siyosati aynan qonunchilik tomonidan ham asoslari yaratilgan. Bunga yoshlar parlamentining tashkil qilingani va uning asosida juda ko'p yoshlarning muammolari hal etilgan, tashabbuslari o'rganib chiqilganini aytish mumkin. Hozir esa ayni damda mana shu qonunchilik palatasidagi eng yosh vakilimiz Bekzod akaga murojaat qilamiz. Hozir yoshlarimizga qanday imkoniyat
imkoniyatlar yaratilyapti? Qanday qonunchilik asoslari bor bunga? Assalomu alaykum. Avvalambor barcha yoshlarimizni bugungi yoshlar kuni bilan tabriklayman va ko'rib turibsiz, onlayn tarzda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yoshlarimizni kayfiyati juda ham quvnoq bugun, quvonchli kun. Bu kunimiz, ya'ni 30-iyun yoshlar kuni an'anaga aylandi. Yildan yilga umuman tadbirning ko'lami ham kengayib bormoqda va yoshlarga beriladigan e'tibor ham kengayib bormoqda. Bizning yoshlarimiz bilishadiki, aniq hurmatli prezidentimiz yoshlar bilan uchrashuv jarayonlarida juda ham ko'plab tashabbuslarni ilgari suradilar, ularga ko'plab imkoniyatlar beradilar va yuqorida ham o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni bu yil boshqacha yil, sababi 14-fevral sanasida ham hurmatli prezidentimiz yoshlar bilan uchrashdilar va salkam 400 million AQSh dollarini aynan yoshlar siyosatiga yo'naltirdilar va bu yoshlarimizni startap g'oyalarini, ilmlarini, o'zlarining innovatsion loyihalarini amalga oshirishga va xalqaro o'sha bozorga kiritishga, ularga investitsiya kiritishga juda ham katta turtki berdi va qonunchilik yo'nalishidan ko'radigan bo'lsak, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek har ikki palata huzurida yoshlar parlamentlar tashkil etildi. Bu esa o'ziga xos yoshlar uchun bir siyosiy maktabga aylandi. Bugungi kun kelib, so'nggi yillarda 7-8 yil ichida 100 dan ziyod yoshlarga oid aynan qonunlar, qonun hujjatlari ishlab chiqildi va bularning barchasi yoshlarimizga berilgan imkoniyatlarning samarasi. To'g'ri aytasiz. Bugungi kunda umuman yoshlar siyosat mamlakatimizda eng ustuvor masalalardan biri sifatida e'tirof etilyapti va umuman xorijlik mehmonlar bilan men suhbatlashganda juda ko'p ta'kidlashadi. O'zbekistonga bizni asosiy jalb qiladigan narsa bu yoshlar. Ya'ni mamlakatning aytganingizdek 60% dan ko'prog'ini yoshlar tashkil qiladi va bu katta resurs degani, bu katta kuch degani, bugun aynan mana shu kuch bizni umuman investitsion imkoniyatlarimizni ham jalb o'sha yaxshilashda muhim sanaladi va biz aytdik, bu kun oddiy kun emas, bu kun imkoniyatlarimiz bilan maqtanadigan kun, biz bu kun erishgan natijalarimiz bilan maqtanadigan kun. Shu o'rinda Sarvinoz ta'kidlab o'tishimiz kerak. Esimizda bundan 7-8 yil ilgari mamlakatda oliy ta'limga qamrov borasida ham bitta talaba o'rniga 10 tagacha yosh to'g'ri kelgan holatlarni ham bilamiz. Bugun oliy ta'limga qamrov darajasi 47% ga oshganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bugun o'sha dunyoning nufuzli oliy ta'lim muassasalariga Markaziy Osiyo bo'yicha eng ko'p talaba aynan O'zbekiston tomonidan qabul qilinayotgani ham bu juda ham maqtanarli natija, bu e'tirof etgulik natija. Bu albatta bevosita o'sha davlatimiz rahbari tomonidan mamlakatda yoshlarimizga qaratilayotgan alohida e'tibor, imkoniyat, sharoitlar sababli. Bugun mamlakatning har bitta nuqtasida yoshlar imkoniyatini ro'yobga chiqaradigan yoshlar markazlari borda. Sarvinoz buni mamlakatning hamma nuqtasida o'sha xizmat safarlarida bo'lamiz, hattoki Buxoroning eng chekka hududidan, Xorazmning eng chekka hududidan qo'yingki, naryoq tomon o'sha chegara hududimiz Surxondaryoning eng chekka hududida ham yoshlar uchun juda muhim imkoniyatlarni o'z ichiga olgan yoshlar markazlarini ko'ryapmiz. Aynan mana shu yerda yoshlarimiz bugun imkoniyatlarni, salohiyatlarni amalga joriy etishyapti, o'z imkoniyatlarini ko'rsatishyapti, o'z qudratini ko'rsatishyapti. Bungacha ma'lum bor, faqat kundaliklarda o'z orzularini aytib yurgan yoshlarimiz bugun o'z orzularini baralla aytishyapti va uni amalga oshirishyapti ham. Bu faxrlansa arzigulik natija, bu maqtansa arzigulik natija, buni hammamiz ko'ryapmiz. Xuddi siz aytgan imkoniyatlarni bugun mana shu zalda o'zlarining salohiyati bilan bugun namoyish etishga juda ham ko'p mamlakatimizdan eng iqtidorli, mamlakatning eng oldi yoshlari yig'ilgan va ayni damda tadbir boshlanishini kutishyapti. Aytib o'tamiz, bir necha daqiqalardan keyin boshlanadi asosiy tadbir. Bu yerda aytilganidek, bu yerda iqtidorsiz yoshni o'zi yo'q. Aslida mamlakatda yoshlarga imkoniyat bor ekan, imtiyoz bor ekan, davlat rahbari darajasidagi nima deydi, sharoit qo'llab-quvvatlov bor ekan, hamma yosh o'z iqtidorini ko'rsatgisi keladi, o'zini ma'lum bir darajada namoyon etgisi keladi. Biz ularni ko'ryapmiz. Bir necha daqiqalardan keyin aytildi, tadbir boshlanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti yoshlarga qaratilgan o'z nutqini o'qib eshittiradi. Biz jarayonlarni kuzatamiz va aynan mana shu yerda voqealarning qaynoq nuqtasida sizga ham ko'rsatamiz, yoshlarning emotsiyalari bilan, kayfiyatlari bilan. Keyingi dasturlarimizda yana bog'lanishga harakat qilamiz. Katta rahmat. Rahmat ma'lumotlar uchun. Hamkasblarimiz Xalqaro Kongress Hall markazida majmuasida asosiy bayram tadbirlari bo'lib o'tadigan majmuadan reportaj edi, biz bilan bog'landi. Albatta biz bir narsani alohida ta'kidlashimiz kerak. Prezidentimiz har doim ushbu yoshlar masalasida gap ochganda yoshlar oltin fondimiz deb mamlakatimiz yoshlarga juda katta umid va ishonch bildiradi-da. Bu umid va ishonchni qay darajada uddalayapti, oqlayapti. Mana xalq deputatlari, o'sha Toshkent viloyat kengashi deputatsizda yoshlar bilan muloqot qilyapsiz. Marhamat.
albatta endi shuncha yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar so'z isboti bilan bo'lgandek, aynan 2020-yilda yuqori palata va quyi palatada yoshlar parlamentlari tashkil topib 5 yil davomida o'z faoliyatini olib bordi jamoatchilik asosida va yakunda ana bu yoshlar parlamentida yoshlar parlament vakili sifatida faoliyat olib borgan 2 nafar mana ko'rib turganimiz Qonunchilik palatasida deputat sifatida va 100 dan oshiq mahalliy kengash, ya'ni viloyat, tuman, shaharlarda bugungi kunda deputat sifatida faoliyat olib bormoqda. Endi albatta bugungi kunda Qonunchilik palatasi va senatda ham yoshlar parlament a'zolari bevosita faoliyat olib borayotgan bo'lsa, bu natija 5 yil davomida yaxshi samara berdi, yaxshi maktab bo'ldi yoshlarimizga. Ana endi mahalliy kengashlar qo'sida ham yoshlar guruhlari tashkil topgan. Ya'ni bugungi kunda viloyatda, tuman, shaharda deputatlarimizga ham albatta faol bo'lgan, o'zini hududidagi faol bo'lgan, tashabbuskor bo'lgan, mas'uliyat o'z bo'yniga olgan yoshlarimiz mana bu deputatlarimizga biriktirib birgalikda shu yosh deputatlarimiz bilan faoliyat olib bormoqda. Shu bilan birgalikda mana o'tgan yili mamlakatimizda katta siyosiy jarayon bo'lib o'tdi. Mana bunda ham yakunlarga keladigan bo'lsak, raqamlarga to'xtalsak, aynan yosh deputatlar soni ham avvalgi yillarga qaraganda ko'p o'tganligini ham albatta bu yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatdan ko'rib turibmiz. Yana bir narsani aytsak bo'ladi. Imkoniyat yaratilyapti. Natija nima bo'lyapti degan savolni qo'yyapmiz. Yoshlar shu qo'llab-quvvatlashni, rag'batni bir his etyaptimi? Bir natijalarda qanday aks etyapti? Natijalar haqida to'g'risini aytadigan bo'lsak, quvonib gapirishimiz mumkin. Nega deganda sport sohasini olaylik. Qarang, qanchadan qancha yoshlar O'zbekistonning bayrog'ini dunyo minbarlarida ko'tarib turibdi va turli videolarda, lavhalarda ko'rganimizda O'zbekistonning yoshi sifatida etimiz boshqacha jimirlab ketadi ularni ko'rib. Ularning o'rnida bo'lgimiz keladi qaysidir ma'noda. Ta'lim sohasini olaylik. O'zbekiston o'sha Amerikada deymizmi yokida Markaziy Osiyo mamlakatlarida deymizmi, turli o'sha ta'limga oid bo'lgan sohalarda birinchilikni qo'ldan boy bermayotganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Demak, o'sha ixtisoslashtirilgan maktab internati o'quvchilari, ijod maktabi o'quvchilari, prezident maktabi o'quvchilari haqiqatan ham dunyoning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalarida o'qishga kirib, O'zbekistonda yoshlar uchun yaratib berilayotgan sharoitlarni chin ma'noda demak ko'rsatib berayotgan yoshlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa prezidentimiz yaqinda o'sha butun O'zbekistondagi eng tashabbuskor, eng ilmli va eng g'ayratli taklif tashabbuslarga to'la yoshlar bilan suhbatlashganlarida o'sha yerda o'sha dunyoni Garvarddek nufuzli oliy ta'lim muassasasiga grantlar asosida o'qishga kirgan demak yoshlar bilan suhbatlarda ularni haqiqatan ham imkoniyatlar bugun O'zbekiston demak yoshlar uchun imkoniyatlar eshigi ekanligini bemalol ko'rishimiz va baralla aytishimiz mumkin. Bizga bugungi kek savolot intervyular berganda ommaviy axborot vositalariga umuman muloqotda bir gapni ko'p qo'llaydi-da. Qani edi men yosh bo'lib qolsam, bu mamlakatda berilayotgan yoshlarga berilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikdan bir foydalansam, men butunlay boshqacha natijalarga erishardim degan bir iborani ham xalqona so'z deb aytadi-da. Xalq bilan muloqot jarayonlar. Madinaxon, bermoqchi bo'lgan savolim mana bu yilgi bayram tadbirlari Global yoshlar festivali bilan hamohang birgalikda o'tyapti-da. Buni mohiyatida nimani ko'ryapsiz? Albatta bugungi kunda amalga oshirilayotgan ushbu islohotlarimizda eng avvalo yoshlar manfaatlari ko'zlangan bo'lsa, shu bilan bir qatorda o'sha O'zbekistonni xalqaro darajadagi nufuzini, reytingini oshishiga ham xizmat qilmoqda. Bugun jahon hamjamiyati O'zbekistonga eng katta kapitalga ega bo'lgan, potensialga ega bo'lgan mamlakat sifatida qaramoqda. Xalqaro tashkilotlar ham, ekspertlar ham buni har safar ta'kidlaydi. Bugun juda ham ko'p forumlar, festivallar O'zbekistonda tashkil qilinmoqda. O'zbekiston xalqaro darajadagi juda ham katta sammitlarda, assambleyalarda ishtirok etib, o'zlarining yoshlar sohasida, ta'lim sohasida, umuman barcha ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishdagi o'zini tajribasini ommalashtirib kelmoqda. Va O'zbekiston bu borada o'sha jahonni o'zini oqlagan hamma tajribasini implementatsiya qilishga harakat qilmoqdaki, bu o'z-o'zidan o'sha mamlakatda nufuzini oshirish bilan bir qatorda aholini farovonligiga, aholini eng muhimi 2024-yil noyabr oyida COP29, ya'ni Ozarbayjonning Boku shahrida bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarish konferensiyasida prezidentimiz tashabbus qilgandi-da buni. Tashabbuslar ilgari surilgandi va ushbu tashabbusdan kelib chiqqan holda mana Global yoshlar forumi tashkil etilmoqda bugungi kunda. Va ushbu forum doirasida ilgari surilayotgan o'sha tashabbuslar, ishlanmalar, kreativ loyihalar bundan keyin ham mamlakatimizdagi yoshlarimiz iqtidorini qo'llab-quvvatlashda muhim asos sifatida xizmat qilishi shubhasiz. Bayram tilaklaringiz qisqa faqat. Bayram tilaklaringiz yoshlar kuniga. Albatta yoshlar masalasi ham bugunning ham kelajakning eng muhim, eng dolzarb masalasi hisoblanadi va bunda bugungi kunda O'zbekistonda iqtidorli, iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning manfaatlarini, huquqlari, erkinliklarini himoyalash bo'yicha barcha huquqiy asoslar ham yaratilgan va budjet mablag'larining katta salmoqli qismi ajratilmoqda. Yoshlarimizdan esa faqatgina ushbu imkoniyatlardan foydalanib, o'qib, izlanib, mehnat qilish talab qilinadi. Rahmat, vaqtimiz yakunlanyapti. Navbatdagi dasturlarimiz efirga uzatilishi kerak. Albatta bugun mana mamlakatimiz
hozir yoshlar kuni juda katta bir tantana qilinyapti. Biz navbatdagi dasturlarimizda ushbu mavzudagi muloqotlarimizni davom ettiramiz. Tashrif uchun, bildirgan fikrlar uchun sizlarga tashakkur. Bayram muborak bo'lsin yana bir bor. Muhtaram teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.